Men sizlarga hozir sehrli damlama tayyorlab beraman. Bu damlama bunaqa chizuvlarni oladi. Har xil mashinada zanglagan, mashinaning husnbuzarlarini, daraxtdan tushgan pitnolarni hammasini tozalab yo'q qilib yuboradigan damlamani hozir men sizlarga tayyorlab ko'rsataman. Keling endi kibr bo'lmang. Bitta obunani bosib qo'ying. Meni sizga foydam tegsa tegadi, zararim tegmaydi. Buning uchun damlamamizga nima kerak bo'ladi? Bitta bunaqa idish olasiz. Zubni pastani solasiz mana bundoq. Mana. Endi bunga bu endi og'iz chayadigan. Mana shunga ozgina, ko'p emas. Ozgina mashincha qo'yib yuboramiz. Vot, uni ustidan keyin bir qoshiqda chayni soda mana sovuramiz. Bo'ldi, buni qopqog'ini yopib turib, buni 1-4 soatga tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Yaxshilab chayqatib yuborasiz. Mana damlamamiz ham damlama. Endi buni kuchini ko'ring. Bitta like bosing. Ungacha men sizga buni mana ketkizaman. Mana qarang. Mana sirazi. Bosib artaverasiz buni. Mana hamma chizuvlarni olib tashlaydi. Mana bu damlamani chizilganlari, zanglagan, shirasi bormi, qatida pitnolari bor, o'shani chiroyli qilib olib tashlasangiz bo'ladi. Endi sizdan bitta like xizmatingizda Don Zafar. Obuna bo'ling, bizning qatorimizga qo'shiling.